Mana bugun nok uzish jarayoni faqat katta bo'lgan qog'ozlar yirtilib ketgan noklarni uzish jarayonidamiz. Sinov uchun bugun sana 26-avgust 2025-yil. Katta bo'lib ketgan noklarni uzyapmiz. Rangi chiqdimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz hozir. Holatini bu yil astoydil hammamiz harakat qildik. Ustiga kon mana chang ichidagi holati mana shunaqa. Juda ham chiroyli. Kapyon degan joy bor. Oyoq bag'i ham, bu bag'i ham вообще go'zal. O'ta go'zal. Rahmat. 1 soat, 1,5 soatli yo'lda kapyon bor.